Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Yarosham. Men Nova Sigma YouTube kanali do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan men bitta Jomayo reklama tugatsin bolalar. Reklama tugagandan keyin yoqaman. Men bitta videoda uy qurib ko'rib qoldim. O'shandan hozir uy qurib ko'rmoqchiman. 1 2 3 4 5 6 qilamiz. Keyin bu yoq tomoniga 1 2 3 4 5 6 Короче, mana shunday qilamiz. Keyin bu bloklarni qo'yib chiqamiz. Agar esni qolgan bo'lishida bo'lishicha. Mana shunday qilamiz. Chiq. Endi mana ketdi. Bakın boşluq qoldi. To'xta, ket. To'xta. İbrahim ket. Judayam kichik edi o'zi. Yaxshi. Keyingisida Mana akani bunday qilamiz ekan, mana qora qayin daraxtlarni, mana oq daraxtlarni bunday qilib 3 ta qilamiz. Mana shunday. Uyqudasan sen. Yo'mayo. Mana uy uchun nima qilasiz kerak? Asalni. Короче, shunday qilamiz. Emas, mana. Menga bu versiyada bu yangilanmagan o. Yana bir ko'ring. Hozir. Kim bilsa, bitta o'zgaradi yangilangan mana. To'xta. Qochinglar ey. Asadbek suray. Короче, shunday qurib olasizlar. Shunday qilgandan keyin to'xtang, manilar qolib ketayotgancha o'ynalar. Reklama tugaganiga yoqaman. Mana bo'ldi, keyin maniyarini bet buzib chiqasizlar aka. Ayshar bo'yicha. Keyin mana zina bo'ladigan chair. Mana shunaqa oddiy tomondan tomoshabasiga keyin bunaqasiga mana shunday quramiz aka. Keyin bu tomoniga mana qora eshik qo'ygandan keyin yo'q, mana yerga oddiy blok. Qani men telefonim boya olmasam aytdim, tashlab qani shahnoga telefon qo'ying qani. Asanda az berim. Qilmanglar deyapman ey. Apke. Daha hech bosma tomoshablar. Azanda. Aka bunaqa qilmaydi-yu. Seni so'ramayman Asadbek. Biz nima bu yoqda so'rab turibdi. Qisib tur. Короче, mana shunday bo'ladi. Keyin shahnoga kelib qolmaydi, ko'pchilik Hozir video. Mana bolalar mana shunday qilganlaringdan keyin bunday. Lekin yangi versiyada, masalan 1.26.100 versiyalarda qilsalar juda ham chiroyli chiqadi. Asosan keyin bu yerim katta bo'lgandan keyin bu yerga aytuvchi bu faqat bu yerga bitta blogga ko'rsatish uchun faqat yoshlar qo'yilgan ekan. 3 qavat qilib shunday qilib chiqadi. Bu ideal shaklingiz. Keyin mana bu o'rtasi bo'sh qolgan joyda bitta buni qo'yib bitta bunday qiladi. Lekin ana yangi versiyalarda bo'ladi-ku. Shuni o'rniga anaqa qiladi boshqacha. Shunday qilinadi. Keyin tepa tomiga nima qilishibdi videodan ko'ravering bolalar. Bo'ldi, короче, esimga tushdi. Короче, shunday qilganlaridan keyin eshikni oldiga dekoratsiya uchun uni qo'yib qo'yarkan. Bundan keyin bundan keyin mana bular qo'yib qo'yarkan. Mana yoniga bunday tabax qo'yib qo'yarkan. Keyin bu tomoniga yo'qmi? Nahotki yo'q bo'lish kerak.
Keyin tepasiga esa mana xuddi shu blok yana qaytarib kelib oldim. Grace Old Lives. Mana ikki blokni qo'ygandan keyin agar mod qo'shsam juda ham chiroyli bo'ladi lekin Grace'lar bo'lsalar. Mana shunday bo'ladi ekan. Keyin zina Короче, endi neydi? Sizlarga çay verdiğimizde vermeysizler mi? Короче, shunday arkadaşlar. Joylashayotgan, adashib ketibman. Короче, mana bu yana bir blokni ko'tarib ekan. 4 blok bo'ldi. Kim qilgan o'qiydi tushunmadim. Shunday. Yerga esa videoni ko'rib qolmagan uchun juda ham ko'p xatolar qildim. Sindirib tashlayman. Ha, daraman xuddi shunday. Mana ham birini qo'yaman. Krismaslar shunday qilamiz. Eshikni bo'lishgan. Tepadan bunday qilib dekoratsiya bo'ladi desam, yangi versiyada shunday, eski versiyada shunaqa qo'yilgan. Bunday bloklar 1, 2, 3 blok. Bunisi adashgan bo'lsa shu 3 blok. Iltimos faqat bu emas. Vay. Mana. Katta fonda deraza. Ham katta boshqa. Katta fonda deraza. Hiç buna bulguladım. Stairs bulguladım. Şundan keyin bulguladım. Bundan keyin ortasında Kravt koyup koymayaptım. Nimaga yer blok qo'yib shalog'ga qo'yib qo'ymaydi? Mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Nimaga beshib qo'yamiz? Nimaga bo'lyapti? To'g'ri. Tashqi tomondan qarang. Yo'q, dekoratsiya qo'shamiz bunday. Dekoratsiya deganda
emas. Xuddi tagidan pul bir xil bo'lsa, xuddi zo'r chiqadi deb o'ylayman. Ha, yo'q, bu yerlar emas. Yerlar bo'lsin. Tepada qanday bo'lsa, aslida ham shunday bo'ladi. Menimcha zo'r chiqadi-da, zo'r chiqadi deb o'ylayman. Mana testdan reja bo'lgan. Yo'q, shu 11 minut ketib qoldi. Men bu videoni hech qay joyini qirqmaganman. Shu hozir to'liq o'zi shuncha 11 minut o'ynadim. Sekund bo'lar ekan. Juda ketdi. Tepaga esa bu bloklarga sham ko'paydi. Boshqa normal chiqyapti degan umidimda. Sizlarimiz erkaklarning og'zini tashilar. Men bu YouTube'da yangiman, uchinchi narsalarni bilmayman. Qarashim shunday. Qarashim shunga ikkita divan. Hidayet koyalım. Mana ikkita qo'yasizlar. Mana yerga ikkita, keyin mana yerga ikkita qilishim kerak. Lekin asosan hozir bo'lmayapti. Keyin yonlariga esa yonlariga bunday qo'yasizlar. Mana shu ikkita divan. Mana bunday qilishim bo'ladi endi. Şöyle karışık istediğimde. Tepedan qaraganda chiroyli. Şöyle istediğim arkadaşlar. Bo'ldi, video shularni qo'ydi. Hammaga xayr. Mana to'liq ko'rinishi, dizayni. Mana ichlariga ham juda ham qulay. Ayniqsa surib yo'llarda bu 1.26 juda ham zo'r keladi. Bu yerda ham hozir videoni qaytadan Rasmim qo'yish kerak. Mana videoni yo'ldan maşallah oldi bo'ldi. Qarashim mana shunday quriladi. Tezlashtirilgan videoni oldi. Mana aytdim-ku. Olmasa yo'q. Mana shunaqa mashinani aytdim. Xuddi shunday bo'lmadi ekan. Agar o'sha to'g'ridan bo'lsam uzr so'rayman. Yani belki saçma qoldim. Yani judayam zo'r quruvchiga o'xshaydi. 5-6 yil quruvchiga o'xshaydi. Mana ikkinchidan mana yonlariga oldim. Aytdim-ku. Shunday. Yo'qshigan bo'lsa, like bosib olgan qo'ying. Buning kanali nomi Lucky. Albatta podpiska tashlab qo'yishlaringizni so'rab qolaman.